Abu Usayd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida edik. Banu Salama qabilasidan bir kishi kelib, "Ey Allohning rasuli, ota-onam dunyodan o'tganlaridan keyin ham zimmamda rioyasini qilishim kerak bo'lgan biror yaxshilik bormi?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ha, ularning haqlariga duo qil. Istig'for ayt, vasiyatlarini bajar. Ular orqali senga bog'langan qarindoshlar bilan silay rahim qil. Do'stlarini izzat ikrom qil" dedilar. Imom Abu Dovud rivoyati. Demak, ota-ona shunday zotki, ular vafot etgandan keyin ham ularga yaxshilik qilish to'xtamasligi kerak. Shu o'rinda ota-onaning do'stlari bilan aloqani bog'la. Uzib qo'yma. Aks holda Alloh nuringni o'chirib qo'yadi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. E'tibor bering. Ota-onani do'stlari bilan silay rahim qil, bordi keldi qil. Aks holda Alloh nuringni o'chirib qo'yadi deyapti. Bu qanaqa nur bu? Baraka nuri. Iymon nuri so'nib qolishi mumkin insondan. Demak, Imom Buxoriyda keltirilgan bu hadis. Ota-onani vafotidan keyin ham ota-ona orqali bizlarga bog'lanib turgan qarindoshlarni rishtalarini uzib qo'ymaslik, bu bizning farzandlik burchimiz va haqqimiz hisoblanadi. Hazrati Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu bir kun yo'lda ketayotgandilar. Yonlarida hamrohlari bor edi. Cho'lga kelib bir joyga yetganlarida bir qari chol yo'ldan chiqdi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu shunda otlaridan tushib, haligi odamga eginlaridagi liboslarini kiydirib, o'zlarini otlariga mindirib e'zozladilar. Shunda hamrohlari so'radilar, "Bu kim?" Aytdilarki, "Bu otam Umar ibn Xattobning do'sti bo'lgan edi" dedilar. Demak, ota-ona vafotidan keyin ularning do'stlari va ular orqali bizlarga bog'langan qarindoshlar ham o'z ehtiromi joyiga qo'yiladi, azizlar.